Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Mana bu Yevropadagi plashatka ekzamen topshirayotgan joy. Mana bu eni 10 metr. Mana bu fishkadan u fishkagacha. Mana bu yerda nimalar bor? Rampalar har bittasi 3 metrda eni. Furani orqasi 2 olmish. 20 santimetrdan joy qoladi. Kirgazganingizcha shuncha joy qolish kerak. Shunga yarasha tayyorlanib, o'rganib kiysangiz yaxshi bo'ladi. Bittada o'tsangiz, oyliklaringiz ham yaxshi bo'ladi, tez ham ishga chiqasizlar. Shuna harakat qilinglar. Ko'p sindirmasdan yarim oborot sindirib har bitta rampaga kirgazish kerak. Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Mana bu Yevropadagi plashatka ekzamen topshirayotgan joy. Mana bu eni 10 metr. Mana bu fishkadan u fishkagacha. Mana bu yerda nimalar bor? Rampalar har bittasi 3 metrda eni. Furani orqasi 2 olmish. 20 santimetrdan joy qoladi. Kirgazganingizcha shuncha joy qolish kerak. Shunga yarasha tayyorlanib, o'rganib kiysangiz yaxshi bo'ladi. Bittada o'tsangiz, oyliklaringiz ham yaxshi bo'ladi, tez ham ishga chiqasizlar. Shuna harakat qilinglar. Ko'p sindirmasdan yarim oborot sindirib har bitta rampaga kirgazish kerak.